Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? Qabrimizda qon bosimlari umuman tushmayotgan bitta bemor bo'ldi. Bo'lmagan joyim qolmadi, umuman tushmayapti. Shu og'riveradi boshim deb ketdilar. Qanday biz nima topdik? Bo'yin tomir, miya kirib ketayotgan o'q tomirdan ko'ryapsizmi qanaqa vahimali, qo'rqinchli yog' bo'lgan. 64% ga mayli bu kichkinadir 64. Lekin biz yana yurdik. Mana ko'ryapsiz, tomirni ko'rdingiz, mana sveji turibdi, shu sveji yog' mana shuna bo'ladi. Kichkina joydan qon o'tyapti xolos. Teparoqqa chiqqanimizda to'liq yopilib qolgan, ya'ni miya kirib ketayotgan tomir to'liq yopiq chiqib qolgan. Bu bemorimizni shu davnas nimaga tushmayotganini sababi mana xudo xolasa aniqlanib qoldi. Endi bularni chuqur tekshiruvga MSKTga angiografiyaga jo'natildi. Xulosasiga qarab keyin davolanadilar. Mana bu narsani topildi, mana qarang. Shunday tomirda yarmidan ko'p joyini yog' bosib yotibdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosib qo'ying. Davni tushmayapti, albatta doppler qildiring.